Ma'lumotlar bazasining qaysi turida ma'lumotlar qator va ustunlar kesishmasidan hosil bo'lgan kataklarda saqlanadi? Qator va ustunlar kesishmasi bu bizda jadvallar hisoblanadi. Jadval ko'rinishidagi ma'lumotlar bazasi bu relyatsion turi hisoblanadi. Keyingi savol. PaintNet grafik dasturi uskunalari va ularning vazifalari to'g'ri birlashtirilgan javob variantini belgilang. Birinchi. Bu sohani to'g'ri to'rtburchak shaklida belgilash. 1S. Ikkinchi. Lasso rasmni ixtiyoriy kontur bo'yicha belgilab olish. Ikkinchi D. Birinchi S. Uchinchi. Sohani oval yoki doira shaklida belgilash. Uchinchi A. Va oxirgisi to'rtinchi belgilangan sohani qirqib olish. To'rtinchi B. A javob. Keyingi savol. Quyida raqamli platformalar va xizmatlar sohasiga oid bir nechta mulohazalar keltirib o'tilgan. Faqat rost mulohazalar berilgan javobni belgilang. Telegram sinxron tarzda ishlay olmaydi, ya'ni bir vaqtning o'zida faqat bitta qurilmada foydalanish mumkin. Bu yolg'on. Telegram sinxron tarzda ishlay oladi. Bir nechta qurilmadan foydalanishimiz mumkin. SMM mutaxassisi deganda internet tarmog'ida ijtimoiy media marketingini yurituvchi shaxs tushuniladi. Bu rost mulohaza. Maqsadli loyiha uchun yaratilgan sahifa, videorolik yoki tasvir kontent deb ataladi, brend emas. Faqat ikki to'g'ri. D javob. Laylo ikkita butun sonning ko'paytmasini hisoblash algoritmini tuzdi. Biroq u hech qaysi sonlar jufti uchun to'g'ri natija bermayapti. Bunda algoritmning qaysi xossasi bajarilmayapti? Bizda umuman natija yo'q. Shu sababli natijaviylik bajarilmayapti. Agar bir nechta juft uchun bajarildi, lekin barchasi uchun bajarilmasa, bu ommaviylik bo'lar edi. Faqat bir nechtasi bajarildi, qolganlari bajarilmasa, ommaviylik bajarilmagan hisoblanar edi. Bizda umuman natija bermayapti, shu sababli natijaviylik xossasi amalga oshmay qolgan. Keyingi savol. Quyidagi skript ishga tushirilgach, mushukcha sprayti qanday ko'rinishdagi shaklni chizadi? Bizga dastur kodi berilgan, 3 marta takrorlanadi. Demak, 3 ta shakl chizilyapti. 5 marta takrorlanadi. Demak, shaklning 5 ta tomoni bor. 5 tomoni bor. 3 shakl chizilyapti. Bu qanday shakl? Shuni topishimiz kerak. 100 qadam yuradi, 144 gradus buriladi. 144 gradus buriladigani bu yulduzcha hisoblanadi. Yulduzcha. 144 gradus burilsa, bu yulduzchalar. Mana 3 ta shakl, 5 ta tomoni bor. Mana bu yerdan boshlanadigan bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5. S javob. 5 burchak uchun 360 gradusni 5 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 5 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 72 gradus buriladi. Bu 90 gradus burilishi kerak. 60 uchun 6 burchak uchun 60 gradus burilishi kerak. 144 gradus burilsa, bu yulduzcha hisoblanadi. Keyingi savol. Ushbu CSS fragmentini ta'riflang. Image opacity 0.5, ya'ni shaffoflik 50%. Bu shaffoflik 50% ekanligini bildiradi. Sichqoncha kursori rasm tepasiga olib borilganda shaffoflik 100 gacha oshadi. Mana bu bir 100% ni bildiradi. Demak, mana bu hover, bu sichqoncha kursor rasm ustiga olib borilganda shaffofligi 100% bo'ladi. B javob. Keyingi savol.
HTML tartiblanmagan ro'yxat hosil qilish uchun qaysi tag ishlatiladi? Unordered list bu tartiblanmagan ro'yxat. All ordered list bu tartiblangan ro'yxat. Demak, A javob. Keyingi savol. Rasmda teachers nomli jadval ma'lumotlari bilan ko'rsatilgan. Ushbu SQL so'rovi bajarilgach, chiqarilgan natijaning full name mana bu qism maydonidagi qiymatlar qanday ko'rinishda bo'ladi? Javobda qiymatlar slash belgisi bilan ajratib yozilgan. Select tanlab olamiz. From teachers jadvalidan where qayerdagi not salary 6,600,000 dan kattalari bo'lmagani. Limit 3 eng birinchi 3tasini olishni bildiradi. Demak, biz mana bu yerdan ism familiyalarni tanlab olishimiz kerak. Salary ya'ni daromad qismi, oylik qismi 6,600,000 dan katta bo'lmaganlarini. 6,200,000 katta emas, 6,800,000 katta, 7,200,000 katta, 5,200,000 katta emas, 6,600,000 katta emas. Demak, 3ta. Akbarov Botir, Rahimov Farhod, Qurbonova Kamola. S javob. Mana bu yerda not salary 6,600,000 dan katta emaslari. 6,600,000, 6,600,000 dan katta emas. Shu sababli buning o'zi ham ichiga kirib ketadi. Keyingi savol. Qaysi qatorda axborot berilgan? Yangi kompyuter olsam yaxshi bo'lardi. Bu axborot emas. Kompyuter juda tez ishlashi kerak. Bu ham axborot emas. Agar internet bo'lsa, ma'lumot topish oson bo'ladi. Bu ham axborot emas. Monitor ekrani ko'k rangda yondi. Ha, bu axborot. D javob. Davron PowerPoint dasturida 7 ta slayddan iborat taqdimot tayyorladi. U eng birinchi slaydga split nomli o'tish effektini qo'lladi. Davronning vazifasi o'tish effektini barcha slaydlar uchun qo'llash va har 2 soniyada qolgan slaydlarni avtomatik almashishni ta'minlashdan iborat. Davron aytilgan vazifani bajarish uchun ushbu timing bo'limini parametrlarni qanday holatda sozlab apply to all ni tanlash kerak. Avtomatik almashishni ta'minlash uchun on mouse click tanlanmagan bo'lishi kerak. 2 soniyada har 2 soniyada qolgan slaydlarni avtomatik ko'rsatishi kerak. U holda after 2 sekundni tanlashi kerak. After 2 sekund bo'lishi kerak. A javob.